Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Hozirda siz Gler nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan musiqa maktabining an'anaviy ijrochilik bo'limidasiz. Bugungi kunda bo'limimizda xonandalik va sozandalik mutaxassisliklari bo'yicha iqtidorli va yetakchi oliy toifali ustozlarimiz o'z faoliyatlarini olib bormoqdalar. Jumladan tajribali professor, o'qituvchilar, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist ustozlarimiz va bir necha jo'rnavozlarimiz dars va ijro jarayonlarini professional darajada ta'minlab kelmoqdalar. Dars jarayonlarida yoshi kichik sinflarimiz o'quvchilari uchun dastlab biroz yengilroq, ya'ni professional ta'limlarda olib boriladigan oddiydan murakkabga tamoyil asosida o'quvchilarimizga xalq kuylaridan, bastakor asarlaridan, kichikroq o'sha maqom namunalaridan o'quvchilarimizga bosqichma-bosqich o'rgatib boriladi. Yuqorida mana siz ko'rib turgan darslarimizdan lavhalar bu har kungi o'sha ustozlarimizni o'quvchilarimizga ta'lim-tarbiya berayotgan darslaridan ijodiy lavhalar deb qabul qilasiz.